hozirgi paytlarda universitetlarda diplom berishdan oldin yo ish joyidan buyruq yoki o'zini o'zi boshqargan shaxs sifatida belgilangandan keyin diplom berilyapti. Hozir siz qo'shilmaganingiz, lekin bu o'sha yuqorida keltirgan natijalaringizga qanchalik ta'sir qilgan? Diplom berish uchun ishga joylashmasligini so'rash noto'g'ri, lekin diplom berish uchun imtihondan o'tkazish to'g'ri. Universitet ishini so'ramasin, lekin shu kompetensiyani egalladimi, yo'qmi, haqqoniy imtihonni o'tkazish o'zida bo'lsin. Shunda agar u o'zi shundan manfaatdor bo'lsa, o'zi shu ko'rsatib, ertaga imtihonni ham shaffof qiladi. Ertaga imtihonda ham bo'ldi, pogolovni hammaga diplom berib yuborma deb aytmaydi. Chunki uni reputatsiyasi turibdi o'rtada. Chunki butun abituriyentlar shunga qarab turibdi. Shuning uchun u ham keyin shaffof o'tkazishga harakat qiladi. To'liq mutaxassis bo'lmagan bitiruvchiga diplom bermaydi. Imtihondan o'tkazmaydi. Buni to'g'ri deb bilaman. Lekin borib ishga joylashib kelgan degan narsa bu mutlaqo noto'g'ri. O'zini o'zi band qilish g'oyasi yomon g'oya deb hisoblamaymiz. Bu yaxshi g'oya deb hisoblaymiz. Butun dunyoda bor, frilanserlar bor. Endi to'liq bo'lmasa ham, lekin oliy ma'lumotli mutaxassis shug'ullanish kerak bo'lgan yo'nalishlar ham bor, o'zini o'zi band qilganda. Endi buni shuning uchun ham biz koeffitsient qo'ymadikki, deylik, kimdir shu yo'l bilan, mana diplom bermasdan, nima deydi, shunaqa narsa qilmoqchi emasmizda, ya'ni rektorni ham rag'batlantirmoqchi emasmiz, o'zini o'zi band qilib bor diplom olib kelgin, keyin qilaman degan narsa bo'lmasligi uchun ham shu tizimni qo'ydik.